Hürmetli vatandaş, yukarı leksiyanın devamını anlaysınız. Bugün çislağı 2020 yıl 9. ayının 15. günü hepteki seyşembe. Yukarı leksiyanın devamı. Devamı mındak. Amerika Qo'shma Shtatlari hazır. Yani Tayvan'ın her bir hareketi Amerika Qo'shma Shtatlarining menfaatiga chetilib keladi. Çünkü Kompartiyasining her bir popuza qilishi texmi o'rlaydi. Amerika arka-arkadan cevap qaytardi. İki devlet o'rtasida boshqa niyatlarni bosh ko'tardi. Özünün karşılaşıdığın iradesini bildiriş için Amerika-Tayvan münasebetini yana bir derece yukarı götürür. Amerika-Tayvan münasebetini yukarı götürüş, çünkü Kompartiyasının yeğerine tatalağallık buludu. O vakti yetkende iki devlet bütün sepler buyucu elişidi. Baş elçini Cungu'dan çekindiriş, İki devlet o'rtasida harbiy to'qinish yuz berishning avvalgi melodiyasi bo'lib qoldi. Yoki muqaddimasi boshlanishi bo'lib qoldi. Bosh elchini Jungo'dan chekindirish. Xi Jinping ko'ran va qo'pol odam. Prezident Trumpning xarakteri intayin qattiq. Sen onundan korkmasan, o mu senden korkmaydı? Bir devletin başlığı moşundaq orunda turduğan bolsa, bu emde devletin salayeti ve karakteri, ve şahsının tarihi orni meselesi bulup kalıdı. Çekinişki hiç kandak bir yol yok. Xi Jinping baş elçisi Yankay'ını çağırıp getirdi. Bu et ögülle 101'den bir iş. Dünyada her kaysı devletler bu vaziyetini görüp, oygunup, üzüne tüzeştirişki başladı. Yakında Asya'da enevi cihette, Cungu'ya yakın turduğun meselen Sri Lanka, Tayland, Brunei qatarlıq devletler Amerika bilen harbiy işlak kelişimi imzaladı. Şarkı Janubi Asya devletleri allaqachon isyan ko'tardi. Avrupa ittifoqi ko'nglida sambar. Amerika Jungo'da turishdiq bosh elchini chekindirib bir çalmada iki paxtakni emas, belki bir çalmada bir necha paxtakni biroqla so'qdi. Bu odatdagidek ochiqlab qo'yishli emas. Endi yana bir yangi xabar vatandaş. Şinjan meselesida yana mush otdi. Aksaray cheklash buyrug'i tushirdi. Mavzuliq xabar 9. ayning 14. kuni Vanbi Tor betida e'lon qilindi xabar. Bundaq boshlandi. Amerika Davlat bexatarligi ministerligi Tamojda va chegara qo'g'dash idorasi 14. kuni Jungo tovarlarga 5 turlik import cheklimasi qo'ydi. Davlat bexatarligi ministerligi e'lon qilgan bayonotida mundaq ko'rsatdi. To'xtatib qo'yishga chetishliq mahsulotlar Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonida davlat yordam qiladigan majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlar. Jungo hukumatining Uyg'urlarni sistemlik dafsanda qilishlariga munosabatlik. Amerika ovozi xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Davlat bexatarligi ministeri bayonotida mundaq dedi. Bu harakat cheklash orqali majburlash emgiki hozirgi zamon qulluq tuzumi. İşlab chiqarilgan mahsulotlarni Jungo hukumati Amerikaga eksport qiladi. Jungo Kompartiyasi bu mahsulotlarni bizdan ta'minlash liniyamizga gelip keladi. Undaqda bu ish Amerika ishchilari va savdogarlarga foydasiz omillarni keltirib chiqardi. Tamojda va chegara qo'g'dash idorasi boshlig'i Morgan mundaq ko'rsatdi. Bu mahsulotlarni bugun
tutub qilish xalqaro jamiyatga mundoq uchur tarqatdi. Amerikani ta'minlash liniyasida qonunsiz, g'ayriinsoniy va ekspluatatsiya va majburiy emgak silash qilmishlari bo'lmaydi degan uchurni tarqatdi. Xabarda mundoq ko'rsatildi. Bu harakat Prezident Trump hükümetining Jungo Kompartiyasi doiralarining Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida mustamlik Uyg'uristonda Uyg'urlarning kishilik huquqini dafsanda qilishga qaratilgan tadbirlardir. Agar Amerika Jungo tarafdan mo'yin paxta ishlab chiqarish rayoniga import cheklamasi qo'yadigan bo'lsa, Amerika Jungo birinchi bosqichli savdo kelishimi belgilangan belgilamalari ijro qilishning ta'siriga uchraydi. Xabarda davlat bexatarligi ministerining so'zlaridan naql keltirib mundoq ko'rsatildi. Texnika ko'lamlik cheklash buyrug'ini yo'l qo'yish uchun hozir bu ish tekshirish ishida ketyapti.